Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni bugun 29-kunidamiz. 2025-yil 16-aprel sanasi. Sizlarga bir kichik hikoya ulashib ketmoqchi edim. Bir tog'ning cho'qqisida juda chiroyli joyda joylashgan madrasa bo'ladi. Madrasada ilm tarqatishadi ustozlar. Bir ustoz bo'ladiki, ahli ilm. Farosati, fasohati hamda ilmi juda yuqori bo'ladi. Inson talabalarga dars berar ekan, orada cho'pon yutib ketdi deb qo'yar ekan. Talabalar unga qiziqib, oxiri bir kuni jur'at qilib so'rashadi: "Ustoz, dedi, ba'zida shu turib o'z-o'zingizdan cho'pon yutib ketdi deb miyig'ida kulib qo'yasiz. Buni sababi nimada desa, sizlarga buni anglataman, tushuntirib beraman" deb turib, yoshlik paytlarimiz deydi, bir do'stim bilan safarda bo'lamiz. Safarda ketar ekanmiz, namoz payti bo'ladi. Tahorat olish uchun bir soy bo'yidanmi tahorat qilishadi. Tahorat qilib turishsa, uzoqdan bir cho'pon ko'rinadi. Cho'pon bola ko'rinadi. "To'xtanglar" deydi. "Men ham yetib olay, birgalikda jamoat bo'lib namoz o'qiymiz." Mayli deb uni kutib turishadi. Yugurib kelib, tahorat birgalikda namozni ado etishadi. Undan so'ng ichida qandaydir bir his o'tadi ularda. "Kelinglar" deydi, "bir duo qilaylik" deydi. Ana deb turib bir boshlaydi. "Ya Robbi" deydi, "menga shunday bir boylik berginki, sen bergan boyliklar, mol dunyo tufayli insonlarga manfaat yetkazay." Ikkinchisi duo qiladi. Qo'l ochib duoga: "Ya Robbi" deydi, "menga shunday bir ilm berginki, tog' tepasida bir madrasa qurib, insonlarga" deydi, "ilm tarqatay" deydi. Uchinchisi cho'pon duo qiladiki: "Ya Robbi" deydi, "men sendan roziman, sen ham mendan rozi bo'lgin, meni ham o'zingdan rozi qilgin" deydi. Endi ustoz aytadiki, "Endi ko'rib turibman" deydi. "Birinchi duo qilgan inson do'stimiz deydi, falon shaharning katta boylaridan hisoblanadi. Insonlarga xayr ehson qilish bo'yicha insonga teng keladigani yo'q" deydi. Shunday mazmunda bir gap gapiradi. Endi ikkinchisi, "Men bo'laman o'sha insonni" deydi. "Ko'rib turibsizlar, mana madrasada sizlarga, boshqa insonlarga dars berib turibman." Endi uchinchisi, eng asosiysi, cho'pon o'sha yerda ahli oilasi bilan hali ham o'sha ishini davom ettiryapti, lekin deydi, qaranglar, agar Alloh bizdan rozi bo'lmasa, qilingan ehsonlarimiz ham, tarqatgan ilmimiz ham naf bermaydi ekan deydi. Cho'pon shuning uchun yutib ketgan, ya'ni Allohning rizoligini so'ragan. Shuning uchun bizdan o'tib ketdi, bizni yutib ketdi deb doim ta'kidlab turaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.